Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Eron AQShga urushni tugatish uchun 5 bandlik Donald Tramp 4 yil ichida 33 Donald Tramp 4 yil ichida yolg'on gapirgan. 573 marta O'zbekistonliklar AQShda mavsumiy ishlarga jalb qilinadi. Isroil prezidenti Hizbulloh zarbalari ostida qoldi. Bir nechta kutilmagan hodisalarni tayyorlab qo'ygan. Ramazon oyida tana tozalanadi. Ramazon oyida tana tozalanadi. Shu davrda vulqon qabul o'zgaradi. Shu davrda vulqon qabul mahsulot ta'siri yana ham tez bilinadi. Mahsulot ta'siri yana ham tez bilinadi. Chiqarish muammolari, achchiq, peshobot va tahorat buzilish holatlari tez va samarali davolash holatlari tez va samarali davolashga yordam beradi. Hoziroq bizning nomimizdan ega bo'ling. Mahsulotni yetkazib berish mutlaqo bepul. Mahsulotni yetkazib berish mutlaqo bepul. Donald Tramp 4 yil ichida 33 Donald Tramp 4 yil ichida yolg'on gapirgan. Bu har 69 daqiqada bittidan kunga esa o'rtacha daqiqada bittidan degani. The Washington Post gazetasi Trampning The Washington Post gazetasi Trampning 4 yil davrida aytgan barcha natijaga ko'ra AQSh prezidenti Donald Tramp 1473 kun ichida yolg'on bayonot bergan. 573 marta yolg'on bayonot bergan. Ular pastda, biz esa yuqoridamiz. Ular pastda, biz Isroil bosh vaziri Netanyahu Isroil bosh vaziri hech qachon duch kelmagan og'ir holatga tushirishga va'da berib, Isroilning harbiy hamda va'da berib, Isroilning harbiy hamda strategik ohangda e'lon qildi. Biz Eronni ilgari hech qachon bo'lmagan joylarga olib borish joylarga olib tushunishadiki, ular pastda, biz esa yuqoridamizki, ular pastda, biz esa yuqoridamiz dedi O'zbekistonliklar AQShda mavsumiy ishlarga jalb qilinadi. Migratsiya agentligi rahbari Behzod Musayev bu bo'yicha AQSh rahbari Manuel Fig bilan muzokara olib bordi. Manuel Fig bilan muzokara olib bordi. Qayd etilishicha, mazkur tashkilot 22 qo'shma shtatlardagi doirasida sohasidagi mavsumiy ishlarga xorijiy ishchilarni jalb qilish bilan shug'ullanadi. Hozirda Shimoliy Amerika hududida Shimoliy Amerika hududlari va rancholar bilan hamkorliklari va rancholar onlayn tarzda o'tgan muloqotda O'zbekistonlik ishlarga jalb etish tartibida muhokama qilingan. Ish muddati 9 oy, o'rtacha oylik 9 oy, turar joy ish beruvchi hisobidan, malakali mutaxassislarga hisobidan beriladi. Uchrashuv yakunida o'zaro kelishuv imzolangan hamda hamkorlik muddatlarida amalga oshirishga kelishib olingan. Eron AQShga urushni tugatish uchun 5 bandlik ultimatum qo'ydi. The Wall Street Journal nashrining yozishicha, Islom inqilobi qo'riqchilari talab qilmoqda. Hormuz bo'g'ozi ustidan nazorat va boj yig'ish huquqi, kelajakda tajovuz qilmaslik kafolatlari, Isroilning Hizbullahga qarshi hujumlariga chek qo'yish, Tehronga moliyaviy kompensatsiya. Tasnim agentligining xabar berishicha, Eron hodisalarni tayyorlab qo'ygan. Shuning uchun hozircha u faqat osmonni neft bozori kuzatish kerak. Shuningdek, Milliy xavfsizlik qo'mitasi vakili Ibrohim Zoyi Eron va AQSh o'rtasidagi muzokaralar hozirgi sharoitda ma'nosiz ekanligini aytdi. Isroil prezidenti Hizbulloh zarbalari ostida qoldi. Isroil prezidenti Isroil prezidenti Isroil shahriga tashrif buyurganida Hizbulloh shahriga kuchli raketa Hizbulloh tomonidan kuchli raketa o'q-dorilar otilishi sababli boshpanaga kirishga majbur bo'lgan. Eron bilan asosiy aloqa nuqtalari mavjud. Ular hech qachon yadroviy rozi bo'lishga bo'lmaydi. Trampning boshqa bayonotlari. Hozirda Eron bilan boshqa bayonotlari. Hozirda Eron bilan 15 banddan iborat kelishuvga ega bo'lmaydi. Ular yadroviy qurolga ega rozi bo'ldi. Biz tez orada Eron bilan rozi bo'ldi. Biz tez orada Eron bilan uchrashamiz. Hozir telefonda gaplashamiz. Vitkov va Kushner ishtirokidagi masalalar mukammal o'tdi. Biz Erondan yadroviy materiallarni demokratlar beqarorliklarni kuzatmoqda, ammo biz ularning energetika sektorini bir zumda yo'q qilmadik. Ular o'zlari biz bilan bog'lanishdi va kelishdi. Agar kelishuv bo'lmasa, biz shunchaki men bozorda ko'proq neft istayman. Men bozorda ko'proq neft istayman. Ostida bo'lishi mumkin. Eron ichida biz bilan ishlashimiz mumkin. Eron ichida biz bilan ishlashimiz mumkin bo'lgan odamlar bor. Biz allaqachon Venesuelada kelishuvdan keyin neft narxi keskin pasaydi. Hozir kelishuvga erishish uchun haqiqiy imkoniyat bor, lekin men hech narsaga kafolat bermayman. Eron shu hafta Islomobodda uchrashuv o'tkazishni manbalariga ko'ra Eron delegatsiyasiga parlament spikeri Muhammad AQSh tomonidan esa Steve Witkoff, AQSh tomonidan esa Stevens ishtirok etadi. Muzokaralar bugungi rejalashtirilgan AQSh va Eron o'rtasidagi telefon suhbati ega bo'ladi deya xabar bermoqda.
bermoqda. AQSh qo'shinlari Eronga qarshi operatsiyadan ular harbiy xizmatni tark etishga tayyor. Qo'shinlar kuch himoyasi va rejalashtirishning yetarli biz Isroildan olishni xohlamaymiz. Biz Isroil uchun piyodalar xohlamaymiz. Biz siyosiy piyodalar yerdagi operatsiya mutlaq falokat bo'ladi. Biz hatto jangovar zonadagi bitta yerdagi bazani ham to'liq himoya qila olmaymiz deyishadi rasmiylar. ustidan g'alaba qozondi. AQSh prezidenti g'alaba qozondi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan mojaroda qildi. Menimcha biz Eron bilan urushda g'alaba qozondik. Agar siz raqibni deyarli yo'q qilgan dedi Tramp. Shuningdek, u AQSh qilinmaydi dedi Tramp. Shuningdek, u AQSh emasligini ta'kidladi. Ormus bo'g'ozi Yevropa ta'kidladi. Ormus bo'g'ozi kerak. Ular bu masalaga o'zi aralashishi kerak. Ular bu masalaga o'zi aralashishga to'g'ri keladi deb qo'shimcha qildi. Isroilning sobiq prezidenti biz uchun juda yaxshi holat yuz bermoqda. Biz Masjidul Aqsoni yopishda hech kim e'tiroz bildirmayapti. Bu bizni bo'lganimizdan mintaqada ma'lumot uchun Masjidul Aqso Eron bilan urush boshlangan kunlardan yopilgan. Isroil askarlari tomonidan yopilgan. Hatto bu yil u yerda hayit namozi Eron atrofidagi mojarolar NATO ichidagi nizolarni kuchaytirdi. Xavfsizligini ta'minlashga chaqirgan, ammo Germaniya va boshqa Yevropa davlatlari bu missiyani NATOning vazifasi Trampning Eron bilan urushi NATO uchun loyihalari va AQShning Ukraina loyihalari Yevropa xavfsizligiga sodiqligi xavf qo'yish mumkin degan ekspert AQSh va Isroil Eronga tovon puli to'lashi kerak. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi yadroviy obyektlarga bergan zarbalari uchun to'liq kompensatsiya to'lashi kerakligini bildirdi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti a'zolariga yo'llagan maktubida aytib o'tdi. Uning ta'kidlashicha, Tehron, Vashington va Tel Avivdan qilingan harbiy hujumlar oqibatida qilingan harbiy hujumlar oqibatida talab qilmoqda. Aroqchi bu orada Birlashgan Millatlar Tashkilotiga diplomat bunday harakatlar juda og'ir oqibatlarga olib kelishi uchun katta xavf tug'dirishini aytib o'tgan hamda barcha hujumlarni aytib o'tgan hamda barcha hujumlarni Eron tomoni zarar yetkazgan davlatlarning to'liq Aroqchi shuningdek hujumlar Birlashgan Millatlar Tashkilotining xalqaro atom energiyasi agentligiga qoidalari va xalqaro huquq normalarini buzishini aytgan. Netanyahu boshqa mamlakatlarni ham Isroil va AQShning qo'shilishini chaqirdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu butun dunyo mamlakatlari rahbarlariga murojaat qilib ularni Eronga qarshi chaqirdi. U bu haqda Isroil janubidagi Arad shahriga Eron raketasi bildirgan. Dalil sifatida Netanyahu Eronlarga zarbalar Hind okeanidagi Diogatsiya orolida joylashgan buyuk 4 ming kilometr masofaga qit'alararo raketa uchirgani hamda haqida da'volarni keltirgan. Butun dunyoga tahdid solayotgan bu rejimni to'xtatish kerak. Isroil va qo'shma shtatlar butun dunyo birgalikda harakat qilmoqda. Endi boshqa mamlakatlar rahbarlari endi boshqa mamlakatlar ularning ba'zilari bu yo'nalishda harakatlana boshlashgan mamnuniyat bilan aytmoqchiman. Biroq uning so'zlariga ko'ra Eronga qarshi xalqaro koalitsiya go'yoki butun dunyo xavfsizligi uchun zarur.